Assalomu alaykum Tepaqo'rg'on Chorva kanali obunachilari, aka-ukalar, Qo'chqor ishqibozlari. Obunachilar, bugunga Qo'chqorda 3 dona juda bir go'zallaridan kelgan videoni boshida bitta like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Akalar, videoni ko'rganda bitta like bosib qo'yaveringlar. Pul like bosganga pul olmaydi. Bunday kanalimiz rivojlanishiga hissalaringni qo'shtirang, xursand bo'lamiz obunachilar. Bugun hafta kuniga seshanba 25-avgust 2026-yil. Manzilimiz Namangan viloyati Namangan tumani, o'sha arzonchi, optimchi, bekarga beradiganlar qishlog'i Tepaqo'rg'on qishlog'idan video syomkani olib boryapmiz akalar. Qo'chqorimizning ma'lumotini berishdan oldin bunaqa kecha sarig'ini, bugun bunaqa qora marjonlarini, kashtan ideallarini chiqaryaptigan kim desalaring, o'zimizda mana bu arzonchi ukamiz Dilmurod bo'ladi. Dilmurod, assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar. Va alaykum assalom. Oldingizmi aka? Qo'chqorda, qaydan olyapsiz bunaqa gullarini? Qora marvaridlardan keldi bugun Oljon aka. Bu gigant akana bu Qo'chqora, obunachilarga umumiy ko'rinishini olyapman men. Oyoqlari ham akalar, mana oyoqlari stakan tuyoq variant. Hozir rasa avgustda qo'yga qo'shadigan juda bir sezoni obunachilar. Kim mana shunaqa qoralarini qidirib yurgan bo'lsa, podelitsiya qilib tashlab qo'yasizlar. Biz bu Qo'chqorni ma'lumotini berishni boshladik. Obunachilar, ma'lumoti Qo'chqorimizni kalla formalaridan qaranglar, mana kalla forma. Quloq tashlashlariga bitta e'tibor beringlar. Quloqini o'lchadik, 19 plus chiqdi akalar, 20 ga tortadi. Biz endi unaqa kilometrimiz yo'q edi. Katta temir metr o'lchadik. Bizdan ham ancha pastda quloq. Kastiyagilar akalar. Mana quloq joylashuviga bitta e'tibor beringlar. Kalla formalari akalar. Hisori bu akalar, hisorini tozasi mana shu bo'ladi. Arashan deb adashtirib olmanglar. Lekin dumbarazlar arashanga 100% tortyapti akalar, bu qaranglar. Mana dakansa. O'ta mo'shni. Orqa oyoq kengliklari, obunachilar, Qo'chqor ideal holatda. Yungilari ham simjun variantini akalar mana. Simjun, yungi kalta. O'ta mo'shni. Qo'yga qo'shib mashinaga ko'paytiraman, shunaqa ideallarini degan akalarimiz tavsiya qilamiz. Qo'chqor ideal holatda. Dumbarazlar kastiyagini ko'rsatdim akalar, o'ta mo'shni. Yoshayligini ham ko'rsatib o'taylik Dilmurodjon. Qo'zi tishini endi tashladi bu. Qani, hal qo'zimi bu? Mana qarang. Bittasini endi chiqardi, bittani tashlagan mana. Hali shakka chiqarib ulgurmagan, rosa 1,5 yosh atrofidagi Qo'chqorimiz aka, 14-15 oylikda. Kim uzoq yil bashna qilib 2 yil bola olib yuraman degan akalarimiz bo'lsa, tavsiya qilamiz. To'shini qaranglar aka, oldiga otilib chiqqanini, oldi kengliklariga e'tibor beringlar obunachilar. O'ta dahshatidan. Shunaqalarini qidirib yurgan akalarimizga mana Qo'chqor zo'r akalar, mana Qo'chqor umumiy ko'rinishi. Stoykaga e'tibor berasizlar, stoykaga. Bitta bo'y bastlarni ham o'lchab ko'rsatamiz, Dilmurodjon. Mana akalar Qo'chqor. Metrni qo'yingchi, bitta bo'y bastlarni o'lchab ko'rsataylik obunachilarga. Oljon aka mana o'zlari ko'rib olishadi mashina. Obunachilar, mana metrimiz umumiy ko'rinishi, mana metr. Endi yaqinlashtirib ko'rsataman, ko'rib olasizlar akalar. Mana metr. Ko'rinyaptimi? Hali shakka rosman chiqmagan qo'yimiz 94-95 ta atrofida. Mana metr bukilgan joyi, boshqa joyi yo'q. O'ta mo'shni bo'ldi. Dilmurod, uzunligini ham o'lchaveraylikmi? Uzunligini. Mana uzunligi obunachilar. Ko'rinyaptimi? Mashalloh. Mana metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar. Rovna metr chiqdi. U meni ko'zim bilan qaraganda sizlar endi o'zlaring ko'rib olasizlar akalar. Ag'ini ham bitta aylantirib ko'rsatingchi obunachilarimizga. Kallalari ham tim qorasidan ekan, jonivordi. Mana oy, mashalloh. Mana aka Qo'chqorning ideali. Shunaqasidan kerak degan obunachilarimizga tavsiya qilamiz. Dilmurodjon buni hamma ma'lumotini berdik. Narxida asosiysi, narxini chiroyli qilib bersangiz obunachilar aloqaga chiqishadi. Inshaalloh yana xayrini qilib berasiz baribir. Oljon aka buni 1200 deyman. $1200. Xayri bor. Qo'chqorimiz gigant ekan, yoshi yosh ekan, unaqa 1,5-2,000 yo'q. $1200 ha? Ha, xayri bor. Telefon qilsa Telefon qilsa xayri ham bor. Xayri bor aka. Dilmurodjon, Tepaqo'rg'on Chorvaga ko'p chiqarasiz. Mana shunaqa Qo'chqoringiz bor ekan, xayrini qancha qilib berasiz degan akalarimga nech pul bo'ladi xayri? Chiroyli qilib xayrini qilib bering videoda. $100 xayri qilib beraman. $50 o'tib ketdi mana. Mashallah, $50 davra o'tdi. 1100 ga ketaveradi mana. 1100 dastlabkasi qayergacha bo'ladi? O'zbekistonga yetkazib beriladi. Obunachilar, dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. Biz keyingisini ma'lumotini berishni boshladik. Keyingisi ham aka qora marjonidan. Videoga bitta like bosib tomosha qilishni boshlayvering aka.
Obunachilar, ikkinchi partiyasiga mana bunaqa qora marjonni garbonozi o'ta mo'shnisidan. Ko'ryapsizlarmi? Qora marjonni idealidan kerak degan akalarimizga podelitsiya qilib qo'yasizlar. Buni ma'lumotini beramiz. Mana obunachilar Qo'chqor. Mana shunaqasidan qidirayotgan akalarimizga podelitsiya qilib qo'yasizlar akalar. Qo'chqor turishini qaranglar. Qop-qora, tim qorasidan qidirgan akalarimizga mana Qo'chqor akalar, yiltirligiga e'tibor beringlar. Simjun varianti mana 40 majun deydimi? Shunaqasidan. Mana to'sha akalar, oldiga otilib chiqqan kastiyaklar o'ta mo'shni, to'rtta oyoq, stakan tuyoq obunachilar. Qo'chqorimizning umumiy ko'rinishi, stoykalariga bitta e'tibor berasizlar. O'ta idealidan. Dumba razrezlari ham mo'shnisidan obunachilar. Mana dumba razrezlari akalar. Shunaqa zo'ridan qidirganlarga podelitsiya qo'yasizlar obunachilar. Dilmurodjon buni ma'lumotini berishni boshladik. Bu ham qo'zidan ikkitishga o'tdi. Bu ham ektish. Ha, mana. Bugun bo'ydoqlari kuni ekan obunachilar. Mana ektish Ko'rindi? qo'chqorimiz bo'ldi. Oldi kengligiga e'tibor berasizlar. Mana oldini kengligiga akalar. Mana bor, to'shlarni ham qarang. Tush ham oldiga bo'rtib chiqqandan ekan a. Obunachilar, mana shunaqa zo'rini qidiryapsizmi? Tepa-Qo'ron chorvadan topasiz inshaalloh akalar. Mana bo'y bastlarni o'lchab ko'rsataylikmi? Bo'ldi. Qo'ying metrda. Ektish qo'chqorimiz akalar. Ideali, vashchi mo'shnisi. Mana yerdan balandligi obunachilar. Ko'rinyaptimi? Mana shu mana. Metrda ko'ringaniga savdo qilib olasizlar. Uzunligi ham bitta qo'yib yuboring. Uzunligiga mana akalar, uzunligi. Mana obunachilar, ko'rindimi? Mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar. Qo'chqorimiz ideal holatda akalar. Kalla formalari o'ta mo'shni kelgan, bu qaranglar. Kobra kalla deganidan quloq tashlashlarga e'tibor berasizlar obunachilar. Ko'zdan qancha qochib joylashuvlari. Xullas, zo'r akalar, mana shunaqasini qidiryapsizmi? Qo'yingizga qo'shib, akalar maza qilib bolasini oling. Uzoqdan ko'rsatyapman kalla formani qaranglar. Dilmurodjon buni endi asosiy narxida. Obunachilarimizga qulay qilib bersangiz, qo'yga qo'shib ko'paytiraman degan akalarimiz telefon qilishadi inshaalloh. Buni G'olibjon aka 11 million qilib beraman buni. 11 million. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. O'zbekiston bo'ladi. Telefon qilishsa, xayri ham bor. Xayri bor, qilib beramiz. Ishlarini inshaalloh bitirasiz. Hozir bitiramiz aka. Obunachilar 11 million so'm juda qulay bo'ldi lekin Qo'chqorga qaraganda bizda shunaqa arzon bo'ladi, zo'rlari bo'ladi. Biz keyingisini ma'lumotini berishni boshladik. Obunachilar so'nggi partiyasiga mana bundaqa Qo'chqorda elita variantidan turishni qaranglar, stoykani, kalla formalar, to'shlar, akalar o'ta mo'shnisidan. Obunachilar, meni sariq sovlig'im bor edi, qorasini chiqaribsiz deb kommentariya yozmanglar deb mana sarig'ini ham chiqarib qo'ydim. Kommentariyaga yaxshi fikrlarni bildirib qo'yasizlar. Portatib o'rasizlar akalar kommentariyani. Buni ham ma'lumotini berishni boshlaymiz. Tagini oqligiga e'tibor beringlar, kastiyak, mana stoykaga akalar, oyoqlari qaranglar, shalpayib ketmagan, o'ta mo'shni. Turishni qaranglar stoykani, mashalloh, oldini kengligini. Obunachilar, buni ma'lumotini beramiz mana kalla formal. Oppoq yuz, oq quloqdan so'ragan akalarimizga. Kallani qaranglar, mashalloh, kattaligi. Mana to'shi, kastiyaklari akalar. Ko'rinyaptimi? Yungilari mana bunaqa simjun, 40 majun deydimi akalar? Shunaqa variantidan. Dumbalari ham mana o'ta kelishvergan obunachilar mana. Mashinisini, orqa oyoq kengligini qaranglar, chotini. Zo'rini so'ragan akalarimizga tavsiya qilamiz obunachilar. Mana shunaqa zo'rlari Tepa-Qo'ron chorvada bo'ladi. Turishni qaranglar. Siz ham ekran to'ldirib turibdi janovar. Dilmurodjon buni ma'lumotini berishni boshladi. Yosharligi qanaqa? Bu 4 kishi Qo'chqorimiz. Qani 4 kishi ham bor ekan bugungi obunachilar bir dona. Mana. Bo'ldi, ko'rindi 4 kishi akalar. Mana oldini kengligi mana. Ko'rinyaptimi? Voy mashalloh, tagi oqligi ideal. Bitta bo'y bastlarni o'lchab ko'rsataylik. Obunachilar mana metrimiz yerdan balandligi akalar. Mana umumiy ko'rinishi orqaga yurib, mana aka umumiy ko'rinishini ko'rsatib qo'yay Qo'chqorimizni. Metrini bukilgan boshqa joyi yo'q. Moshni. Mana obunachilar metrimiz yerdan balandligi akalar. Ko'rinyaptimi? 98 ga boryapti akalar. Uzunligi ham bitta qo'yingchi. Mana shunaqa zo'rlarini chiqaramiz hurmatli obunachilar. Mana uzunligi ham 98-99. Qo'chqor kvadrat. Shunaqa kvadratidan so'ragan akalarimizni tavsiya qilamiz. Dilmurodjon buni asosiysi narxida. Obunachilarimiz cho'tka qilib narxini aytsangiz,
Buni inshaalloh sariq sog'lig'im bor edi, shunaqa arashani oq yuzini ko'paytiraman deb niyat qilgan akalarimiz telefon qilishadi. Qolgan aka buni 1200 ga xayr qilib beraman buni. $1200. Ha, xayri bor. Telefon qilishsa inshaalloh ishlarini Ishlarni bitirasiz. bitiramiz aka. Obunachilar, bugungi video syomkamizni yakunladik. O'tgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Videoni tagida nomerni qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Inshaalloh sizlar aytgan narxda ishlaringni bitirib, dastlabkasini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Videoga bitta like bosib ketishni unutmanglar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.